yana bir bor mana bugungi dastavkamizni Ko'kshoq tepaga olib keldik. Qushimiz mana turibdi. Donlarni berganmiz. Suvni ham olib olganmiz. Dastavkani ham qidiryapmiz. Qo'limizdan kelgancha shahar ichida faqat Toshkent viloyatiga bu taksilarni anaqasi dastavkani qilib beraveramiz. Hozir endi mijozimizni kutyapmiz. Aytgan adreslari bo'yicha keldik. Hozir klientimiz kelsalar, keyin ulardan ham bitta video olamiz, suhbat. Bizdan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan sevimli sayroqi qushlar kanali bo'ldi. Rahmat sizlarga e'tiboringiz uchun.